Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, chorva qo'y ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, xudo xolisa bugungi videomizga sizlar uchun yaxshi qo'ylarimiz kelgan. Birinchi partiyamizga ona bola variantidan. Bitta sarig'idan, bolasi qo'chqoridan, bitta qorasidan, akalar, bolasi urg'ochisidan. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, bularga chiroyli ma'lumotni berib o'taman. Akalar, tayyor bo'lsalaring videoni boshlayveramiz. Birinchi partiyamizga ona bolasidan akalar. Xo'p, sarig'ini bolasi qo'chqor akalar, mana qo'chqorni qaranglar. O'ta tikka dumbasidan, chiroylisidan, onasi 4 tishidan. Xo'p, bu qorasidan akalar, bolasi urg'ochidan. Qo'ydi, zulliga bitta baho beringlar. U qorasi akalar 6 tish. Bu bolasini qarang. Buni ham bolasi tikka dumbadan akalar. Mana ajrating ana bilan. Mana qorasi akalar ona bolani. Onasini uzunligini qaranglar. Bolasi ham onasiga tortgan. Suyagi katta narsa ikkalasi ham. Sarig'ini ko'rsatamiz. Mana akalar sarig'i. Bolasi yosh bolasi akalar hali buni. Bir 2 haftalik bo'lsa kerak bolasi akalar. 2 haftalikmi, 10 kunlikmi shunaqa atrofida. Buni bolasi bir 1,5 oylik bor akalar. Hop, onalarini bo'yi 80 plusdan. Yoshlari onasi qoraniki 4 tish, 6 tish, sariqniki 4 tish akalar. Onalarini shunday olib borib qo'chqora qo'shsalaring qochaveradi. Chunki badani zo'r. Xo'sa bolalari ham bir yana 1,5 oy atrofida sutdan chiqadi bu kichkina aka. O'zi buniki pash sutdan chiqqan, yem hashaqni qo'qotmay yo'radi. Qo'ylarimiz ikkalasi ham chiroyli narsalar ekan. Narxini ham yo'lda qilib beramiz. Yeb-ichlardan kamchilik yo'q. Ozgina charchog'i bor xolos qo'ylarimizda akalar. Bu sariq qonni kattaligini qaranglar. Ikkalasi ham oyoq qo'li katta, suyak katta. Yana bir 5-4 yil yaxshi bolasini olib yuradigan narsalar. O'zi bolalarini erta bahorgacha boqib sotsalaring, onalari da hozir bekor yo'qolib ketadi. Mana qorasi akalar, egasini qochib qo'ygan deb berdi. Chunki bolasi sutdan chiqqanda akalar buni ora-orada emib turadi, lekin onasi qochib qo'ygan deb berdi. Xo'p, narx akalardan aytsak, narx akalar ko'kini 7,5 millionga beramiz, sarig'ini 8,5 million so'mga xayr qilib beramiz ikkalasini ham akalar. Jupunoslaring 8 million so'mdan ketaveradi. Quyug'i suyug'i bo'lib akalar. Ikkalasini bir joyga olgan odam xohlasa yutadi. Ko'ring. Chiroyli narsalar akalar. Xudo xolisa olgan pullaringni barakasizlik ko'paytiradigan. Turgan puldan foyda yo'q akalar. Shunday olib boqib qo'ying, pulingizga pul qo'shadi. Narxi ham arzon. Chunki bitta bo'g'oz qo'yam akalar 6,5 million so'm, 7 million so'm bo'lyapti. O'rtachasi akalar 5,5 million, 6 millionga borib qolyapti. Tayyor narxini olavering mana akalar, ona bolani jutasiz shunda. Biz ikkinchi partiyamizga o'tamiz. Obunachilar, like bosib, obuna bo'lib turaveringlar.